Ko'pchiligimiz tish pastani noto'g'ri tanlashimiz oqibatida o'zimiz bilmagan holda tishlarimizda milklarning qonashi, tishlarning sezgirligi oshib ketishi va karies kabi kasalliklarni beixtiyor o'zimizda paydo qilamiz. Xo'sh, aslida tish pastasini o'zimizga mosini bilishimiz uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Hozir yaqin bir daqiqa ichida shu haqida bilib olasiz. Avvalo, sog'lom tishlar uchun qanday tish pastalaridan foydalanish kerak? Agarda sizning tishingizda hech qanaqa muammo bo'lmayotgan bo'lsa, tishingiz sog'lom bo'lsa, siz tarkibida fluorid bo'lgan tish pastalaridan foydalansangiz bo'ladi. Chunki bular tishlaringizni emalni mustahkamlaydi va tishlarning kasalliklarga qarshi kurashuvchanligini oshiradi. Bularga esa Colgate va Oral-B tish pastalari eng yaqqol misol bo'la oladi. Xo'p, ikkinchisi, agarda sizning tishlaringiz issiq sovuqqa juda ham sezgirligi yuqori bo'layotgan bo'lsa, unda siz tarkibida potassium nitrat bo'lgan tish pastasidan foydalanishingiz kerak. Bu pastalar esa tishlarning nervlarini tinchlantirib, sezgirligini maksimum darajada kamaytiradi. Bu pastalarga yaqqol misol qilib Sensodyne pastasini foydalanishingiz mumkin. Uchinchisi, agarda sizning milkingiz qonayotgan bo'lsa, bunda iloji boricha antibakterial tish pastalaridan foydalanish juda ham samarali foyda beradi. Bularga esa yaqqol misol Parodontax tish pastasi eng yaxshi milklaringizni qonashini to'xtatuvchi tish pastasi bo'lib hisoblanadi. Va so'nggida esa asosan bolajonlar uchun. Xo'sh, bolajonlar uchun tish pastalarini tanlashda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi navbatda bolajonlar uchun tish pastalarini tanlashda eng asosiy ularning ta'mi, ya'ni ularning ta'mi imkon boricha yumshoq bo'lishi kerak. Bu esa bolajonlarda tish pastalarining bezmaslikka va ulardan uzoq vaqt foydalanishiga sababchi bo'ladi. Buning uchun esa bolalar uchun eng ko'p ishlatiladigan Tom's Kids tish pastalaridan foydalanish juda ham yaxshi va samarali yordam berib, bolalarning tishlarini imkon boricha ko'proq asrashga sababchi bo'ladi. Shunday ekan, faqatgina tish pastasini tanlashda bir narsani yoddan chiqarmaslik kerak. Yuqorida sanab o'tilgan tish pastalar faqat tishlarning ma'lum bir kasalliklarda ma'lum vaqt qo'llanadi. Agar ma'lum bir tish pastasini muddatidan ortiq qo'llaydigan bo'lsangiz, boshqa tish kasalliklariga olib kelish mumkin. Shunday ekan, imkon boricha tish pastasini tanlayotganda uning tarkibiga diqqat bilan e'tibor qilsangiz, sizning tishlaringiz bilan bog'liq hech qanaqa muammo kuzatilmaydi.